Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 20-mart kuni Shamshiboy bozoridan, ya'ni Namangan shahar avtovokzal Shamshiboy bozoridan keyingi syomka jarayonimizni olib bormoqdamiz. Bugungi syomka jarayonimizda asosiy ya'ni qurilish materiallari bo'yicha, ya'ni terak mahsulotlari bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu ma'lumotlar albatta qiziq bo'lsa, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib va bittadan like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardik. Demak, video obzorimizni boshlaymiz. Bugungi video obzorimizda yana o'sha bizga Nasmuhn akamiz chiroyli narxlarda ma'lumotlarni berib o'tadilar. Albatta, videoni oxirigacha videomizni diqqat bilan kuzating va biz boshladik. Avvalo bir to'sinlik, strapela, bu yerda turgan barcha vassa mahsulotlari bo'yicha narx-navolarni bizga o'sha Nasimjon akamiz tanishtirib o'tadilar. Avvalo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hechmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalo aka, kelayotgan Navro'z bayramingiz bilan tabriklaymiz. Yangi narxlar bo'yicha, ya'ni oldingi qo'yilgan video bo'yicha yangi narxlar bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni narxlar ko'tarildimi yoki narxlar tushdimi? Xudo xolasa, sizni podpischilaringizga olsam, narxni olayim deb 5 so'm ko'tarilgan bo'lishi mumkin, lekin uncha 60 narxisi yo'q. Demak, bu yerdagi to'sinlar bo'yicha bizga ma'lumot bersangiz, albatta hammasi bir xil chiroyli holatda to'sinlarimiz bor ekan. Mana birinchi navbatda 6 metrlik to'sin so'ragan. Bu demak 6 metrli to'sin. Hatta 6 metrlik. Birinchi navbatda toza terapia. Kaliforniya emas. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 370 ming beramiz. Demak, bir donasi 370 ming so'mdanga 6 metrli to'sinlarimiz. Bundan tashqari mana bu yerda 5 metr. Demak, holat yana bitta ma'lumot, bu qanaqa teren nomi qanaqa? O'zbekiston. O'zbekiston, toza terak. Inakigi buni ichida maydasi yo'q. Hammasidan bir xil. 6 metrli yo'q, bizga ingichkaroq bo'laydi deganlagan bor. Uni ham biz ko'rsatib o'tamiz. Mana video bu anaqasida ingichkaroq deydiganlarga 250 ming so'mligi bor, 180 ming so'mligi bor. Holatiga qarab bor. Demak, bundan ko'ra sal nozilroq bo'ladi. Nozilroqlar bor, pul ozroq bo'ladi. Endi bizga 370 ming qimmat-ku degan odamga. Haqiqatan ham bu juda baquvvat va chiroyli to'sinlar ekan. Haqiqatan hammasi bir xilda. Demak, bular 5 metrlarimiz. 5 metrli bular. Bular boy to'sin deyiladi, ichida maydasi yo'q. Bu ham o'sha O'zbekiston teragi, bu ham. Hammasi o'z ko'rsatayotganim, obzor qilayotganimiz hammasi toza terak, Kaliforniya emas. Kaliforniya bo'ladigan bo'lsa, do'xolis ustiga ko'rsatib yog'och qolaydi. Muammosiz. Demak, mahsulot bo'yicha garantiya beriladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa 200 ming so'm. Bular narxi demak 200 ming so'm. 5 metrlilari 200 ming so'mdanga. Buni ham ichida maydasi yo'q. Maydasi yo'q. Maydasi hammasi, demak, hammasi stabillik holatda. Hop, kelgan desa, 4,5 metrlik o'zbekga mana. 4,5 metrli to'sinlarimiz. 4,5. Bular narxiga keladigan bo'lsa 120 ming so'm. Bular ya'ni shu to'rashi, ya'ni pachka bo'yi. 120 ming so'mdanga. Yo'q, bizga 4,5 metrli отборный bir xil kerak deydiganlarga отборныйsi ham bor. Mana buni biz ko'rsatib o'tamiz mana. Bundan ko'ra baquvvatroq to'sinlar. Mana bu to'g'ri. Buni ichidan o'zi ko'rsatib o'tganimda, haligi 5 metrlik 200 ming dedim-ku. 4,5 ming ichi ham, buniki ham xuddi shunaqa. Bir xil, maydasi yo'q. Demak, bularning hammasi holatlari bir xil, ichlargacha ham bir xil qilib beriladi. Bir xil qilib beriladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa 170 ming so'm. Bular demak donasi 170 ming so'm, pachka bo'yiga ham 170 ming so'mdan qilib beriladi. Endi yana bitta narsa, mana yerga 120 mingni bizga ingichkalik qiladi, sal dadirroq deydiganlarga mana bu yerdan bag'i, bu tarafi mashindoq 140 ming so'm. Demak, bu yog'i 140 ming so'mligi. Manimdan ozgina farq qiladi xolos, lekin ichida farqi bor. Usti bir xil, ichida farq qiladi. Demak, ba'zi ma'lumotlarda ko'ramiz, ya'ni ichiga arzonroq sotishyapti, demak ichiga Kaliforniya taxta urib qo'yishadi, terak urib qo'yishadi deyshadi. Bu narsa bor narsami haqiqatan? Endi kim qanaqa? Bizlarga javob beramiz, pul bermasdan chiqarib yuboramiz. Ustalarga ko'rsatishadi, yo'qsa qoladi. Demak, dastavka masalasi qanaqa bo'ladi aka? Dastavka masalasi Namangan o'ziga bo'ladigan bo'lsa, dastavka muammosi qilib beraman.
Ha, dastlabkamiz Namanganning o'ziga tekin. Namangan bo'ylab besplatniy olib o'tib beraman dastlabki. Voha viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa. Bo'ladigan bo'lsa 50 savdoga qarab. Aha, demak savdoga qarab turib dastlabki xizmatlari bor. 3 million yog'och o'lib ham dastlabki deydigan odamlarga lekin unaqa narsa yo'q. Ha, demak, qarang, viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa deylik, 10 milliondan oshiqroq savdo bo'lsa dastlabkamiz tekin. Ha, voha tarafga bo'ladigan bo'lsa 25 milliondan oshiqroq savdo bo'lsa dastlabkamiz tekin bo'ladi. Yaxshi. Bu vassa masalasi bo'yicha qanaqa? Bu 4 metrli vassalarimiz. Buni ulug'i yo'q. Hammasi 4 metrli. Bo'ladi. Holatlari zo'r. Narxiga keladigan bo'lsa 20 ming so'm. Ha, demak, bir donasi 20 ming so'm. Kvadratga qanaqa bo'ladi aka? Kvadratga. Kvadrat o'zi bittasi 1 kvadrat bo'ladi. Ha, bir donasi, demak, 1 kvadrat, donasi 20 ming so'm, kvadrati ham 20 ming so'm-da. Tushunarli. Buni ko'rsatib oldingiz. Vassalarimiz chiroyli holatda. Ozon varianti 2 metrli. Ha, kalta bo'ylari. 2 metrli. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 7 ming so'm donasi. Bir donasi. Donasi. Ha, nechtasi 1 kvadrat bo'ladi? Hop, buni 3 tasini 1 kvadrat ham sotamiz. 2,5 tasini ham 1 kvadrat sotamiz. Ha. Kvadratga sotamiz, o 8 ming so'm sotamiz. Donaga 7 ming so'm qilib beramiz. Ha, demak shularni. Demak, 2,5 tasi 1 kvadrat ham, 3 tasi ham 1 kvadrat hisoblasa bo'ladi. Demak, oraliq ochilishiga qarab. Ashundoq. Oraliq xohishiga qarab. Da, oraliq ochilishiga qarab turib. Mana bu yerda mana 4,5 usullar bor mana. Quruq teradiganlarga mana qurug'i bor. Ha, bu demak Suxoy. Suxoy Bular 4,5 metrlik. 4,5 metrlik. Bular ham o'zbek ham. Bu ham O'zbekiston. Narxi 140 ming. Mana shu qurigan holatda shunchalik yo'g'on turibdi. Da, yog'onligi haqiqatan mana yaqinroq ko'rsatamiz. Yog'onligi haqiqatan ham yo'g'on holatda. Qurigan holatda shunchalik yo'g'on turibdi o'zonik. Holatlari juda chiroyli. Demak, ichlari ham nisbatan bari kichikroqlari ham bor. Demak, mana orqa taraflari. Davom etamiz. Xo'p, bu yerda esa yana to'sinliklar ko'zimiz tushdi. Bu to'sinlik bo'yicha ham ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgilardan ham ko'ra, yana ham kattaroq keladiganlarga o'zoqlikka mana devordagilar bor. Aha. Bular ham siz podpischilaringiz uchun 135 ming. Ha, demak, pachka bo'yicha 135 ming so'mdan beriladi. Buni yonidagi 5 metrli bo'yi aytib o'tgandan o'rta to'sin. Ha, demak, o'rta to'silarimiz. Boshda ko'rsatib o'tgandan sal kichikroq deganingiz-da. Bularni narxiga keladigan bo'lsa, bo'yi uzunligi 5 metr. Buni ichida ustiga nisbatan maydaroqlar bor. Narxi 150 ming. Ha, demak, 150 ming so'mdan donaga beriladi. Beriladi. Yo'q, bu ham qimmat-ku. Bizga sal bundoq ham bo'ladi deydigan yana bitta to'sinim. Ha, yana ham arzonrog'i bor. Arzonrog'i bor. Mana shu o'rtada. Bundan arzonroq mana bu savol ekan. Buni holatlari chiroyli. Tikis sorti birinchi navbatda toza tera. Narxiga keladigan bo'lsa 130 ming so'm. Ha, demak 130 ming so'mdan buni bir donasi. Demak, holatini ko'rib turibsizlar. Chiroyli va sifatli. Teri mahsulotlari albatta kerak bo'lsa, o'sha pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Akamiz o'zlarining raqamlarini bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa mana Namangan bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz tekin va viloyat vohalarga ma'lumotlarni berib o'tildi. Demak, mana orqangizda turgan strapiyalar qanaqa? 6 metr. Bular 6 metrli. 6 metrli toza tera. Narxiga keladigan bo'lsa 50 ming. Ha, bir donasi 50 ming so'mdan strapiyalarimiz bor. Yo'q, aytib o'tganman, to'xtalib o'taylik. 4,5 metrli bizga shu 110 ming, 120 ming atrofida deydigan odamlar bor-da endi. Bor. Arzonroq holatda razg'oblarga burish kerak. Ha, demak, bu to'sinlarimiz bir donasi 110 ming so'mdan qilib berasiz. Mana o'tda mana yarki turibdi, mana uzoq olsangiz bo'ladi. Addenni mana ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. Ha, demak, baribir bular ozgina xo'lligi bor, yangi chiqilgani bilinib turibdi, chunki yangi chiqqan, tilinganligi. Ro'zg'or bor. Ha, demak, o'zimizning abishni, endi holatda abishni to'sinlarimiz. Yo'q, nariga 200 minglik mana yerga boya aytib o'tganda, menga отборный kerak deydiganlar bor-da, baribir. Mana o'sha katta to'sin qo'yaman deydiganlarga mana uni ko'rsatib o'ting. Buni narxini ham sizga podpischilar uchun 200 ming beraman o'zog'iga. Ha, demak, holatlari juda baquvvat. Yo'q, ko'rinib turibdi. Hozir kadrga yaqinroq obolangan bo'lsa, bu juda kattaga o'xshab ko'rinadi, lekin holatlari ham juda haqiqatan juda ham katta. Ya'ni mana shu qo'limiz bo'lsa, mana qaranglar. Qo'lim o'zi yarmidan hali turibdi, yarmidan. Demak, yarim bor. Aylanasiga 40-45 sm, ya'niki
bor. 40-45 sm aylanasiga bor. Ha, ya'niki uch qismlari bo'ladigan bo'lsa, 20, 18 holatlari bor. Ya'niki bu razmer tushunadigan insonlar uchun alohida ma'lumot. Ya'ni yer to'sin deydi, ya'niki o'sha holatlari. Mana haqiqatan yer to'sinligi o'zi bilinib ham turibdi. Juda ham baquvvat. Buni qurgandan keyin xudo xolasa uylaringiz moshni bo'ladi. Bundan tashqari muzlagan mana 4 metrlik. Bu 4 metrli, ya'ni kichikroq joylargacha strapilarimizda. Holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Bu narxi qanaqa? Narx 40 ming so'm. Ha, demak bir donasi 40 ming so'mdanga. Mana boya aytib o'tganda 6 metrlik yo'g'onroq kerak deydi qo'llagan. Mana yo'g'onroq 6 metrlik. Aha, demak bu 6 metrli yo'g'onroq strapilarimiz. Bularning nechta narxi? 55 ming so'm. Ha, bularning narxi 55 ming so'mda. Bizga mana ko'pchilik bilgan qo'lisi mana hozirgi holatda tilingan teraniki ham bormi deyishdi. Na, abrizno teralarimiz bo'yicha. 12 ga 4 lik bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa 50 ming so'm 4 metrlik. Demak 4 metrlik 12 ga 4, demak teri mahsulotlari bo'yicha strapilar narxi 50 ming so'mdanga. Qarag'ay bilan 5 ming so'm, 6 ming so'm, ya'ni sasna bilan o'sha 5 ming, 6 ming so'm raysi qiladi. Boya ko'rsatib o'tganimda mana haligi 40 ming so'm degan 4 metrlik strapilar. Undan tashqari mana bizga ozroq 4 metrlik kerak deydi bo'lmagan. Strapilarga bizga ozroq ham bo'laydi deydi bo'lmagan bor. Mana bu so'g'on ekan mana. Bular demak arzonroq strapilarimiz, uzunligi 4 metrli. Narx qancha? Narxi 30 ming so'm. Narxi bir donasi 30 ming so'mdan. Donaga ham, pachkaga ham berilaveradi. Mana endi 5 metrligi bor ozroq. Ha, demak bu 5 metrlik. Bu narxi qancha? Buni ham standart 30 ming deyvering aka. 30 ming so'm. 5 metrli, 4 metrli mana 30 ming so'mdan standart. Mana bu yerda bizga 6 metrli ozroq deydi qo'llagan mana yerda 40 ming so'm 6 metr. Ha, demak bu 40 ming so'mdanga 6 metrlik, ya'ni holatlari juda chiroyli. Sifatlari ham chiroyli holatdagisi. Hamma mahsulotlar demak toza teridan. Bundan tashqari mana massani bizga bir chiroylirog'ini bering deydigan klientlar bor mana. Qalinligi 2, narxi 7 ming so'm. Demak bu lombozga ishlatgani, ya'ni vasallikka ishlatgani. Uzunligi 2 metr, donasi esa 7 ming so'mdanga. Holatlari bu razmerlar bo'ladigan bo'lsa 15, 14, 13, kichigi endi 12, 11 holatdagisi ekan. Bundan tashqari uzog'iga 4 metrlik qo'shimcha so'raganlarga 4 metrlik qo'shimchamiz ham bor. Mana bu yerda. Shu joyga bittadan like bosib yuboringlar. Ro'parada olsangiz ham bo'ladi. Bu demak arzonroq 4 metrli to'sinlarimiz. Narxiga keladigan bo'lsa 85 ming uzog'i. Bir donasi. Demak bular qurigan. Quruq. Hozir ko'rinishdan ham bilinib turibdi, qurigan holatlari bu yoqqa o'tish iloji yo'q ekan, joyi tor ekan. Narxi 85 ming so'mdanga 4 metrligi, ya'ni quruq holatdagi to'sinlarimiz. Holatlari juda chiroyli. Biroz yaqinroq qilishga harakat qilamiz. Mana holatlari va shunga yarasha, sifatiga yarasha. Demak bu arzonroq joyga kerak bo'ladigan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol murojaat qilsanglar, mana arzonroq, bundan arzonroq to'sinlarimiz ham bor ekan. Demak donasi 85 ming so'mdanga to'sinlarimiz bor. Bu yerdagi esa to'sinlarimiz ko'rdinglar, hammasi chiroyli, baquvvat. Holatlari esa juda chiroyli. Albatta, agar kerak bo'lsa, o'sha pastda raqamlarimizni qoldirganmiz. Manzilimiz yana bir marta ta'kidlab o'tamiz, ya'ni eslatib o'tamiz. Namangan shahar avtovokzal Shamshiboy bozori. Shu yog'och bozorida kirganingizdan keyin albatta ukamiz o'zlari kutib oladilar. Xo'p, yana ma'lumot bo'lsa, 5 metrli strapila. Narxi mana holatini ko'rishsiz 45 ming so'm. Ha, demak bir donasi 45 ming so'mdanga 5 metrli. Mana o'si bor 35 ming so'm boya aytib o'tgan. Demak bu 35 ming so'mligi. Nerga 4 metrli 85 ming qimmat-ku bizga gazxonaga deydi qo'llagan mana. 4 metrli bor 65 ming so'm. Demak bu 65 ming so'mli to'sinlarimiz. Demak o'sha arzonroq joylarga, ya'niki qurilish, kichikroq joylarga qurilish, ya'ni tomirxona, shunaqa bir oshxona, ya'niki yozgi letniy kuxnalar uchun arzonroq holatdagi, ya'ni to'sinlar. Hisobda to'sin strapeli o'zidan ishlatsa ham bo'ladi. Demak 65 ming so'mdagi holatlari. 3 metrli hayvon to'sindan ko'pchilik so'raydi. 3 metrli eng asosiy albatta kerak bo'ladigan. Ya'niki bu narsa albatta bu hammom, tualetlarga kerak bo'ladigan arzonroq holatdagisi 3 metrli. Ha, bir donasi demak 50 ming so'mdan 3 metrli to'sinlarimiz. Yo'q, bizga ozroq deydigan bo'lsa, devorga taxlab qo'yganmiz. Ha, bu demak ro'paradagisi. Donasi 35 ming so'mdan 3 metrligi.
undan tashqari buzog'ini o'sha aytib o'tdim. Strapilarimiz haqiqatan juda chiroyli ekan. Strapidan tagiga ustum, kasha, pasha, xon, pon. Ha, arzonroq holatdagisi ustun saroblik ishlatgani. Bular narxi qanchadan? 15 ming so'm, 3 metrlik. Ha, bir donasi 3 metrlik. 4 metrlik bo'ladigan bo'lsa, 20 ming so'm. Ha, boring, o'shani ham 15 ming qilavering aka. Sizni so'rab, sizdan kelishsa 15 ming so'm. Bo'ldi aka. Hozir Kanalimiz nomidan keladigan bo'lsanglar, albatta mana skidkalarni ko'ryapsizlar. Har bittasida 5 ming so'mdan, hatto 3 metrli, 4 metrli yog'ochlarni 5 ming so'mdan, ya'ni bir xilda holatda narxda qilib beryaptilar. mana beton quyish sezon boshlandi. Apalkaga achilmagan manaqa. Ha, demak, chiviq deyiladi buni. Ha, da, chiviq deyiladi. 5 metrlik. Nariga keladigan bo'lsa 15 ming so'm. Ha, bir donasi demak 5 metrligi 15 ming so'mdan standart holatdagisi. Ha, bu esa o'sha aytayotgan 5 metrligi hammasi ko'rinish, ha? Standart holatdagisida. Holatlari juda chiroyli mana. Ya'niki bundan buyog'iga baribir bahor kayfiyati boshlangandan keyin albatta O'zbekistonda qurilish birinchi o'rinda boshlanadi. Shuning uchun agar kimgadir qiziq bo'lsa, pastda raqamlarga bemalol murojaat qilsanglar, akamiz o'zlari javob beradilar. WhatsApp, Telegram albatta mavjud, ya'niki boshqa davlat fuqarolari bo'ladigan bo'lsa, ya'niki boshqa davlatda, ya'ni musofirda yurgan akalarimiz uchun ham bo'lsa, bemalol WhatsApp, Telegram bor, bemalol bog'lansanglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda shu mahsulotlarimizni uylargacha dastavka qilib beradilar. Xo'p, yana bir qanday bir mahsulotingiz bor yana ko'rsatadigan? Nima so'rash bo'lsa, telefonimizda xohlasa 24 soat ishlatgan. Bemalol telefon qilib, narxini nima qat'iy nazar so'rab telefon qilishadi. Bundan tashqari o'sha musofirda yurib, chiqarib o'ring beydan deysam, chiqarib o'rib, uyga borib, jo'letib ham kelib beramiz. Demak, uylarga borib, ya'niki bu qanday? Ya'niki bu musofirda yurgan akalarimiz uchun, ya'ni uylarda erkaklar yo'q, ya'ni akalarimiz uchun ham albatta bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan olib borib, uylargacha olib borib, kerak bo'lsa taxlatib chiroyli qilib berishadi. Bu narsa juda qiziq birinchi o'rinda albatta, chunki shunaqa holatlar ham bor. Yakka farzandli, ya'niki bitta o'g'il akalarimiz ham bor. Uylarda boshqa hech kim bo'lmaydi. Shu holatlar uchun ham albatta bu ajoyib taklif bo'ldi. Avvalo rahmat. Shunchalik ya'ni musofirda yurgan akalarimiz sizlarni birinchi o'rinda o'ylab shu narsani aytishmoqda. Ya'niki kerak bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar, mana chiroyli o'sha olib bortirib, chiroyli narxlarda olib bortirib, taxlatib qilib berishadi. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avvalo kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lgan bo'lsalar, obuna qo'yinglar. Yanagi qanaqadir fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiringlar. Joyingiz sog' bo'lsa, salomat bo'ling, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.